Yo'qolgan shaharlar haqida ko'p eshitganmiz, lekin ularning barchasi ham afsona emas. Tarixiy manbalarda nomi keltirilgan, izlab topilgan xarobalari mavjud shaharlar ham bor. Ular topilgandek tuyuladi, ammo hali to'liq ochilmagan. Bu videoda haqiqatda yo'qolgan va hozirgacha topilmagan 5 ta shaharni ko'rib chiqamiz. Iram shahri Qur'onda tilga olingan eng qadimiy joylardan biri sifatida ma'lum. Unda bu shahar ustunlari baland, qudratli va o'z davrida katta boylikka ega bo'lgan markaz sifatida ta'riflanadi. Ko'p asrlar davomida bu nom faqat diniy manbalarda mavjud bo'lgan. Tarixchilarning bir qismi Iramni ramziy shahar deb hisoblagan, chunki uning aniq joylashuvi noma'lum edi. Biroq bu fikr 1990-yillarga kelib o'zgara boshlaydi. 1992-yilda NASA tomonidan olingan sun'iy yo'ldosh suratlari orqali Arabiston yarimorolidagi qadimiy karvon yo'llari aniqlangan. Ularning barchasi bir nuqtada, hozirgi Ummon hududidagi noma'lum joyda birlashgan. Arxeologik tadqiqotlar aynan shu nuqtada qadimiy inshootlar, g'ishtli devorlar, minoralar va yer osti tuzilmalari topilishiga olib keladi. Topilgan xarobalar orasida karvonlar uchun suv omborlari, omborxona qoldiqlari va savdo yo'llariga tutashgan markaziy tuzilmalar aniqlangan. Bu topilmalar Ubar nomi bilan e'lon qilinadi. Ubar qadimiy manbalarda tilga olingan savdo shahri bo'lib, Iran bilan tarixiy bog'liqligi haqida ilmiy bahslar mavjud. Ayrim olimlar bu yerda qumga cho'kkan karvon shahri bo'lganini tasdiqlaydi. Qazishma joyida katta yer yutilgan chuqurlik aniqlangan. U aynan shahar markazida joylashgan va butun inshootlar aynan shu yerga qulab tushgan. Ubar Iramning o'zi bo'lmasligi mumkin. Ammo bu cho'l hududidagi xarobalar uzoq vaqt qum ostida yashiringan shahar borligini inkor etmaydi. 20-asr boshlarida britaniyalik harbiy va tadqiqotchi Percy Fawcett Janubiy Amerikadagi qadimiy xaritalar va ispan yozuvlarini o'rganish davomida Amazon o'rmonlarining ichki hududlarida rivojlangan bir sivilizatsiya bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. U bu joyni shartli ravishda Z shahri deb ataydi. Fawcett ushbu noma'lum shaharning tosh inshootlariga, sug'orish tizimlariga va mustaqil madaniyatga ega bo'lgan markaz bo'lganiga ishongan. U bu fikrni tarixiy hujjatlar, arxeologik izlar va o'z kuzatuvlari asosida shakllantirgan. 1925-yilda u o'g'li va yana bir hamrohi bilan Braziliyaning Mato Grosso mintaqasiga ekspeditsiyasini boshlagan. Ular Amazon o'rmoniga kirib ketgan va undan keyin ulardan hech qanday xabar bo'lmagan. Oradan yillar o'tib, o'nlab qidiruv ekspeditsiyalari tashkil etilgan, ammo Fawcettning qayerga g'oyib bo'lganini aniqlashning imkoni bo'lmagan. Uning kundaliklari va xaritalari esa saqlanib qolgan va keyingi tadqiqotlar uchun asos bo'lgan. So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlar Amazon mintaqasida katta ishlov berilgan yer maydonlari, geometriya asosida qurilgan joylar va qadimiy aholi punktlari borligini aniqlaydi. Bu topilmalar uzoq vaqt o'rmonlar orasida yashiringan sivilizatsiyalar mavjud bo'lganini ko'rsatmoqda. Fawcett izlagan aniq joy topilmagan bo'lsa-da, u ilgari surgan g'oyalar zamonaviy ilm uchun hanuz dolzarb bo'lib qolmoqda. Qadimgi Misr tarixida ko'plab yirik shaharlar bo'lgan, lekin Tanis ularning ichida ajralib turadi. Bu shahar miloddan avvalgi 11-asrda, ya'ni 21-sulola davrida Misrning siyosiy va diniy markaziga aylangan. Tanis Nil daryosi bo'yida qurilgan, firavnlarning saroylari, ibodatxonalar va qabrlar joylashgan muhim shaharlardan biri bo'lgan. U uzoq vaqt davomida poytaxt sifatida faoliyat yuritgan, lekin keyinchalik tabiat kuchlari uning izini o'chirishni boshlaydi. Nil daryosining yo'nalishi asta-sekin o'zgargan. Qadimgi Tanis atrofidagi yerlar suv bilan to'lib, loyqa va qum bilan qoplanib borgan. Shahar asta-sekin tark etilgan, uning ustiga yangi qishloqlar va qatlamlar paydo bo'lgan. Uzoq vaqt davomida Tanis mavjud bo'lgan joy noma'lum bo'lib qolgan. 1939-yilda arxeologlar tomonidan Tanis xarobalari qayta aniqlangan. Qazishmalar davomida yirik ibodatxona, ustunlar, haykallar, tosh yozuvlar va firavn qabrlariga duch kelishadi. Topilmalar orasida oltin va qimmatbaho buyumlar, marvarid bilan bezatilgan niqoblar, haykallar va diniy yozuvlar bor edi. Bu qazilma Tutanxamon qabridan keyingi eng muhim arxeologik ochilishlardan biri deb baholangan. Ammo Tanis hali to'liq o'rganilmagan. Uning katta qismi hali ham loy va qum qatlamlari ostida qolmoqda. Yerosti tuzilmalari, to'liq xaritasi va tarixiy qatlamlar hali ochilmagan. Shambala nomi qadimgi Tibet va Hindiston manbalarida uchraydi. U buddaviy va hindu matnlarida mukammal jamiyat sifatida tasvirlangan. Ayrim manbalarda u ramziy holat sifatida tushuntirilgan bo'lsa-da, boshqa manbalarda u haqiqiy, geografik joy sifatida ko'rsatilgan. Mahalliy yozmalarda bu joy Himalay tog'lari ortida, tashqi dunyodan izolyatsiyalangan holatda mavjud bo'lgan hudud sifatida tavsiflanadi. 20-asr boshlarida Yevropa va Rossiyadan bir nechta tadqiqotchilar shambalani izlash uchun Tibet, Nepal va Shimoliy Hindistonga safarlar uyushtirgan.
Ular qadimgi monastirlar, ibodatxonalar va og'zaki rivoyatlarni o'rgangan. Ayrim hududlarda chuqur vodiylar va qadimiy manzilgohlar xarobalariga duch kelgan. Sovet davrida ham bu hududda geologik va etnografik ekspeditsiyalar o'tkazilgan, ammo Shambala nomi bilan bog'liq aniq arxeologik dalillar topilmagan. Shunga qaramay, mintaqada topilgan qadimiy yo'llar, qurilish izlari va sug'orish tizimlari ilgari bu yerda rivojlangan jamiyat mavjud bo'lganini ko'rsatadi. Ayrim tadqiqotchilar Shambalani tarixiy bo'lgan, ammo keyinchalik madaniy ramzga aylangan manzil deb hisoblaydi. Boshqalar uni asosan diniy falsafiy tushuncha deb baholaydi. Shambala atrofida shakllangan g'oyalar ko'p hollarda falsafiy ma'noga ega bo'lsa-da, uning geografik mavjudligi haqidagi izlanishlar hanuz to'xtamagan. Akako'r nomi 1970-yillarda jamoatchilik e'tiboriga tushgan. Bu atama ilk bor nemis jurnalisti Karl Brager tomonidan yozilgan hujjatlashtirilgan suhbatlar orqali mashhur bo'lgan. U Braziliyada o'zini mahalliy qabilalardan biri vakili deb tanishtirgan Tatunka Nara ismli kishi bilan uchrashgan. Tatunka Nara o'z xalqining qadimiy tarixini hikoya qilgan va Amazon o'rmonlarida yer ostida joylashgan, ko'hna madaniyatga ega bo'lgan Akako'r nomli shahar haqida gapirgan. Bu shahar yerdan chuqurda joylashgan, tashqi dunyodan ajralgan, maxsus yo'laklar orqali bog'langan inshootlar tizimi sifatida tasvirlangan. Brager bu ma'lumotlarni tekshirish uchun mustaqil izlanish olib borgan va keyinchalik bu suhbatlar asosida kitob yozgan. Bu kitob bir qancha arxeolog va tarixchilar orasida bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Sababi, Akako'rning mavjudligini tasdiqlovchi hech qanday arxeologik topilma aniqlanmagan. Ammo ayrim ilmiy ekspeditsiyalar, xususan 1970-yillarda Germaniyadan bo'lgan kichik guruhlar bu mintaqaga safar uyushtirgan. Ularning ba'zilari o'rmondan qaytmagan. Bu hodisalar matbuotda yoritilgan, ammo rasmiy xulosalar chiqarilmagan. So'nggi yillarda Amazon o'rmonlarida georadarlar yordamida olib borilgan tekshiruvlar ayrim yer osti bo'shliqlari, geometrik shakldagi tuzilmalar va qadimgi yo'llarni aniqlagan. Ularning Akako'r bilan aloqasi bor yo'qligi tasdiqlanmagan, ammo bu hudud arxeologlar uchun dolzarb bo'lib qolmoqda. Yo'qolgan shaharlar bizga hali ham tarixning to'liq emasligini eslatib turadi. Ular ba'zan topiladi, ba'zan esa faqat izlanadi. Balki eng muhim kashfiyotlar hali bizni kutayotgan bo'lishi mumkin. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va obuna bo'ling. Shu kabi ko'plab sirli va qiziqarli tarixiy ma'lumotlar uchun Telegram kanalimizga ham qo'shilib oling. Kanal havolasi esa video tavsifida.